Mingimiz aql og'usiz darajada ushbu ma'lumotlarni betaraf qila oladigan mukammal sistem bo'lib, insoniyat hozirgacha shohid bo'lgan narsalar ichida eng murakkab qurilmaga ega bo'lgan sistemadir. Lekin nima uchun uyga qaytganda talablardan sut olishni unutib qolamiz? Shunchalik qaltis miniga ega bo'lib turib, qandaqlarcha odatga berishni unutib qolamiz. Agar bunga qiziqsangiz, Adam Gazeli va Larry Rosen tarafidan Chechilan zihin ilg'or texnologiya dunyosida qadimgi minglar nomli kitobga murojaat qiling. Adam Gazeli va Larry Rosen bu odatdagi savolni chiqish qilib, kunimizda asosan degudek hammamiz duchor bo'layotgan zihin chechilang'ulik masalasini nervi ilmi va psixologiya nuqtasidan tahlil qildi. Yazg'uvchilar kitobning 1-bobida inson mangisining bilish kontrol mexanizmini izohlash orqali bunu savollarga javob izlaydi. Bir nishonga markazlashayotgan turib, yana nima uchun diqqatimiz oson chechib ketadi? Bir ishni tugatmayli turib, ikkinchi ishni boshlashga nima uchun mayil qilamiz va buning asosi nima? Diqqatimizni bir vaqtda bir nechta ishga taqsimlasak, nimalar bo'lmoqchi? Diqqat alohidligimiz hayotimizning har qaysi bosqichlarida qanday o'zgaradi? Kitobning 2-bobida ilg'or texnologiya dunyosidagi o'zgarishlarning bilish kontrol mexanizmimizga ko'rsatgan ta'sirlari bayon qilindi. Ushtur davrida har minut har sekundda har xil uchurga erisha olishimiz bizning chechilang'u zihnimizga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi. Kompyuter, tablet va aqlli telefonga o'xshash uskunalar bizning shaxtin shaqqa qo'nishda xarakterimizni qanday uzuqlantirib, beytib turdi. İlg'or texnologiya uskunalari bexatarligimiz, salomatligimiz va munosabatlarimizga tahdid shakllantirgandimi, nimishqa biz bularni jalb qilarliq va noz kashmirga bardosh bera olmaymiz. Texnologiyaga xumor bo'lib qolishimiz qayg'u, andisha, parishonlik va ishchi siqilishga o'xshash ishki omillarni qanday ulg'aytadi. Kitobning oxirgi bobida yozuvchilar zihnimizning tizginini o'z kontrolimizga elishimizga yordam qilgan amaliy choralar va tavsiyalarni taqdim qiladi. Chechilang'u zihin nomli bu kitob hammamiz parlaq ekranlarning asiriga aylanib qolayotgan bu kunlarda texnologiyadan aniq shaklda foydalanishimizning ahamiyatini yo'ritib beradigan kitobdir. Kitobning o'zida mazkur kitob diqqatimizni lol qilgan, bizni tang qoldiradigan, lekin diqqatimizni favqulodda charchadigan hozirgidek ilg'or texnologiyalik dunyoda biz duchor bo'layotgan masalalar bir nerva ilmshunos bilan bir psixologning nuqtasidan analiz qilingan va o'z sohasida tunji hisoblanadigan kitobdir. Kitobda zihniy chechilang'u bo'lgan va bunga ko'ngil bo'lgan insonlarga doir ham real turmushdan misol berildi, hamda bu masalaning ilmiy asoslari o'tirib qo'yildi. Kunimizda uchur ma'lumot miqdorining kundan-kunga oshib menishi, ya'ni internetga kirgan chig'imizda davomli echilib yepib turiladigan uchur ko'znaklari, aqlli telefonlar, uchurlar, ilxatlar, ijtimoiy taratqu, videolik o'yinlar va hammadan bilan shu paytning o'zida aloqa o'rnatib javob berish yoki javob qaytarishni saqlashimizning mingimizga qanchalik og'ir yukni ortib qo'ydiganligi o'zgacha nuqtai nazar bilan tahlil qilindi. Chechilang'u zihin nomli bu kitob o'qirmanlarni ham ichki hamda tashqi dunyomiz sabab bo'lgan diqqat chechilish va bo'linishga o'xshash ahvollarga qarshi qandoq va nima uchun taqobil turish kerakligimiz to'g'risida yo'l ko'rsatadi yoki kompas rolini o'taydi. Bununla bilan qolmay, ish harakatlarimizni o'zgartirishga va mingimizning funksiyasini oshirishga doir amaliy strategiyalar orqali diqqat chechadigan ta'sirlarni yengiltish va nishonimizga oson erishishimizga turtki bo'ldi. Bir ish qilayotganda davomli zihnimiz va diqqatimizning chechilib, bo'linib ketishiga sabab bo'lgan texnologiya uskunalari diqqatimizni hayotimizning muhim qismlaridan yiroqlashtirdi. Bundoq qilib aytganda, texnologiya uskunalari hayotimizdagi eng muhim narsalarga ko'ngil bo'lishimizga to'salg'i bo'lmoqda. Undaqda bundoq buzg'unchi ta'sirlarga nima uchun bunchalik moyil ekanligimizni va ilg'or texnologiya hukmronlik qilayotgan dunyomizda parazitlar ichidagi signalni qandoq topadiganligimizni tez suratda tushunib yetishimiz zarur bo'lmoqda. Bu kitob temini texnik qoyil qilarlik va ishonchli qilish maqsadida ranglik mingal loyihalari va nermi ilmining bahs munoziralariga ochiq nuqtalaridan foydalangan bilim kitobi emas.
Bu kitapda bir-birini to'liqlaydigan ilmiy jo'g'lanmalar va usullarning yordamida yangi va amaliy masalalar o'tirib qo'yildi. Doktor Adam Gazili idrok nerva ilmshunosi bo'lib, mingning diqqat chechilish va bo'linishini qanday kontrol qilganligini tadqiq qilish bilan tanilgan shaxslardan biridir. Doktor Lara Rosen bo'lsa, texnologiyaning psixologiyasi temasi ustida 30 yildan buyon tadqiqot olib berayotgan nopuzliq psixologdir. Kitapda bir-birini to'liqlaydigan ilmiy nuqta nazarlar orqali zamonaviy texnologik ekosistemasida insonlarning nima uchun hayotning tizginini tutishdan ojiz qilayotganligi va bu ahvolning bexatarligimiz, zehniy qobiliyatimiz, ta'lim-tarbiyamiz, ishlarimiz, oilamiz, do'st yaronlarimiz bilan bo'lgan munosabatlarimizga qanchalik ziyon elib kelayotganligi yoritib berildi. Yozuvchilar bu temani o'z tadqiqot natijalari va ilmiy qiyoslardan sirt bu sohada tadqiqot elib berayotgan boshqa tadqiqotchilarning qarashlari bilan beytidi. Yozuvchilar mingimizning aloqa va uchur ma'lumot talablarini betaraf qilishda nima uchun qiynayotganligimizni izohlashga tirishadi. Kitapda yozuvchilarning qarashlari 3 bobda taqdim qilindi. Birinchi bobda nima uchun mudohala xarakterli zidlik degan hodisaning borligi va buning nima sababdan hozir bizga nisbatan muhim bo'lib qolganligi bayon qilindi. Mingimizning eng yuqori saviyasiga yetib berib, bizni inson qilgan omilning, ya'ni o'zimizga ulug'vor nishon bekitish qobiliyatimiz bilan yana shu mingimizning zihniy kontrol mexanizmisining o'zaro qanday to'qnashadiganligi izohlandi. Bu to'qnish ham munosabatsiz uchur ma'lumotlar hamda zehnimizning buyuk vazifalarni ado qilishga intilish orqali chechilib ketishi sababidan nishonimizdan chetnab ketishimizga sabab bo'ladi. Bu salbiy ahvol idrokimizni ozizlashtirdi, tilimizga ta'sir ko'rsatdi, unumli qarorlarni chiqarishimizga to'sqinlik bo'ldi. Turmushimizdagi hodisalarga doir tafsiliy xotirlarni qo'g'dash va esda tutish qobiliyatimizni tuvaltiydi. Bu salbiy ta'sirlar bolalar va balog'atga yetganlarga o'xshash to'liq taraqqiy qilmagan minglar va zihniy kontrol mexanizmisi buzilgan insonlar, yashanganlar va kasallarga texmo ziyon berdi. Bu bobda nachar ta'sirlar paydo qiladigan qiliqlarni yana nima uchun qildiganligimiz ilmiy nuqtadan izohlandi. Shundaqla bilishga talpinadigan jonliqlar bo'lish sifatimiz bilan tug'ma ehtiyojimizni qondirish uchun eng muvofiq shaklda harakat qilishdan boshqa ish qilolmaydiganligimizni ta'kidlandi. Ikkinchi bobda haqiqiy hayotdagi ish harakatlarimiz ustida tafsiliy analiz olib berilib, zamonaviy uchur aloqa texnologiyasi yaratgan rangdor muhit bilan ishqiyun tashqin bo'lib ketishimiz sababidan birinchi bobda tilga olingan to'qinishning qanday ulug'langanligi izohlandi. İnsanlar ailesi ve dostları bilen dasturxonga o'tirganda telefonlarga qarab to'ymaganlikdan tamoqni zo'q elishni unutib ketdi. Biror do'kon yoki bankada o'chratib turganda jim turmaymiz, o'yga patmaymiz yoki yanimizdagilar bilan parang qilishmaymiz. Bularning o'rniga beshimizni egib, aqlli telefonlarimiz bilan tor dunyosiga safar qilamiz. Cheklik miqdordagi diqqatimizni cho'nqur tafakkur qilishni, atrofliq izlanish va ko'ngil qo'yishni taqozo qiladigan ishlarga taqsimlamaymiz. Kitobning bu bobida bularning ziyonli ta'sirlarini bilsakmi, nima uchun mushundaq harakat qilganligimiz haqida qarashlar o'tirib qo'yildi. Optimal izlash nazariyasiga asosan yangi andiz yaratish orqali ilg'or texnologiya bilan to'lgan dunyomizning ham bilish ehtiyojimizni qamdaydigan hamda andisha, qayg'u, hasrat, parishonlikqa o'xshash ichki omillarimizga ta'sir ko'rsatadigan bu harakatni qandoq davomlashtirganligimiz izohlandi. Biz shaksizki ilg'or texnologiya dunyosidagi qadimgi minglarimiz. Oxirgi bobda mingimizning texmo avrishimchan va chidamchan bo'lish uchun nimalarni qilg'ili bo'lganligi, hayotimizning barliq sohalarida aktiv harakat qilishimizga turtki bo'lgan strategiyalar orqali ish harakatlarimizni qandoq o'zgartirib bo'lganligiga doir qarashlar o'tirib qo'yildi. Bu bobda oldi bilan mingimizning moslashish qobiliyatidan foydalanib, chechilang'u zehnimizni quvvatlantiradigan mavjud va yoshirin bo'lgan kuchlar analiz qilindi. Bu analizda an'anaviy ma'rif, darslar, video o'yinlari, meditsina mahsulotlari, fiziklik tadqiqotlar, meditatsiya, tabiatga yuzlanish, nervi xarakterli uchurlar, miya ogohlantiruvchi qatorliqlar izohlandi va zehnning chechilang'u holatini texmi ulg'atib yetadigan texnologiyalarning mohiyati tushuntirilib,
buning chorasi o'tirib qo'yildi. Orqadan strategik bir nuqta nazardan chechilang'u zihin bo'lib qolishning salbiy natijalarini zamonaviy texnologiyaga tashlab bermasdan eng tuvan seviyaga tushirish maqsadida ish harakatlarimizni o'zgartirish uchun nimalarni qilg'il bo'lganligi haqida tavsiyalar berildi. Qisqasi bu kitob aqlimizda qaymoq turib, manzilimizdan chatnashtiradigan son sanoqsiz narsalar bilan to'lgan bir dunyoda mingimizning tinimsiz eqiyotgan uchur ma'lumot to'lqinlarini betaraf qilishda qandoq va nima uchun qiynalib haqida bizni ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Kitob yana bunchalik ig'ir yukning xususiy turmushimizda, safarda, maktablarda, ish o'rni va boshqa joylarda aktiv va unumli faoliyat qilish qobiliyatimizga ko'rsatgan ta'sirlari bayon qilinib, nima uchun mushundaq harakat qilganligimiz tahlil qilindi. Hammadan muhimi, hozirgidek uchur davrida hayotda qilish va utuq qozonish uchun nimalarni qilishimiz kerakligi haqida aniq va konkret tavsiyalar berildi. Xayr xo'sh.